65 ming 65 million pulni yarmini bizga kelishganmiz. Kelishgan. Ha, opa yana esdan chiqib ketmasin. Opani operatsiya qilamiz, 65 million to'lasin degan. Opam faqat yurak uchun biz o'tini ham davolayapmiz, ichagini ham davolayapmiz, yuragini ham davolamoqchimiz. Qancha bu pul bo'lishini qo'shasiz opa, kelishdi. Ha. Yani ayting opa, mana qani nima shikoyatlaringiz bor opa? Shu yuragim charchab qo'ydim, jag'imga o'rg'ib beraychidi. Ha. Hansirab qo'yaychidim, zinalardan, podyomlardan chiqsam, yuragim o'ynab qo'yaychidi. So Toshkentga ko'ringanimga operatsiya dedi. Operatsiyaga 65 million olib kelsang qilamiz dedi. Hammasini aytib olmaydi. So men qo'rqdim, bormadim. O'timga ham tosh bordi o'zi to'la. So'g'in sizni ko'rib keldim shu yoqqa. Ko'rsangiz ishonavermang. Men ham aytgan qo'yganman, to'g'rimi? Opamizning ichaklaridan rosa tillolar to'kilgan. Akamdan yashirib yurgan tillolari bo'lgan ekan. Bu yuragigacha qo'ygan ekan, yuraklar tiqilib qolibdi shunga. Shunga biz to'kib olyapmiz. Aka xavotirimning hamma brilliantlar tushyapti aka. Xohlasangiz jo'natamiz. Hansirab yotish shundan. Ya'ni bu opamiz yuragim yaxshi emas deb yuragim davolatmoqchi bo'lib, u yoqqa kesmoqchi bo'lgan, lekin ko'pincha odamlar stent qo'ydiradi yuragi. Lekin yurakka stent qo'ydirganingiz bilan yurakning ichiga tiqilayotgan bu xolesterin degan narsa bor. U yog' bu. Xolesterin degan narsa jigari tiqilib qolgandan keyin bo'ladi. Bu opada jigarida, o'tida tiqilma ko'p bo'lgan. Kimning jigari, o'ti, ichagi tiqilib yotgan bo'lsa, hansirash ko'p bo'ladi. O'shaning uchun bu opaning hozir jigarlarini tozalasak, yuragini tozalab olsak, stendam operatsiyani boshqa qilmasdan to'liq davolab yuborsa bo'ladi. Opa vaqtida kelganda, lekin ba'zi bitta odamlar o'tkazib, kesib, bir narsa kesgandan keyin tuzalmagandan keyin kelishadi. Qancha erta boshlasangiz, qancha to'g'ri qilsangiz, hamma pulingiz yoningizda qoladi. Bizga ketsa bir kursiga bir oyga ketadigan, ya 5 yoki 6 plus minus ko'p bo'lsa 6 bo'ladi. Lekin butun tana tuzaladi hozir. Kelishdik opa.